Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek, Qutlug' qon. O'zbek adabiyotining nodir durdonalaridan biri Qutlug' qon romani. Insoniylik, halollik va mardlikni ulug'lovchi asardir. Asarning bosh qahramoni yo'lchi, mard, halol, oqko'ngil va olijanob yigit. Uning siymosi orqali muallif chin inson qanday bo'lish kerakligini yorqin namoyon etadi. Yo'lchi hayotga toza niyat bilan qaraydi. Inson o'zi qanday bo'lsa, atrofdagilarni ham shunday tasavvur qiladi. Shu sabab u shahardagi qarindoshlaridan mehr va muruvvat kutadi. Ko'rilgan yaxshilikka esa halol mehnati bilan javob qaytaradi. Roman sahifalarida uning mehnatdan qo'rqmasligi, ishning ko'zini bilishi va hayot sinovlariga bardosh bilan qarshi turishi ta'sirli tasvirlangan. Ushbu nashr asarni yanada tushunarli va qulay o'qiladigan holga keltiradi. Roman hozirgi o'zbek adabiy tili qoidalari asosida qayta tahrir qilingan. Qutlug' qon bu nafaqat roman, balki hayot saboqlari majmuasidir. Agar siz chin insoniy fazilatlar, mardlik va halol mehnat qadri haqida chuqur o'ylashni istasangiz, bu asar siz uchun bebaho manbadir.